Hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum Muhaddumuz kanali obunachilari, nasldor buqa ishqibozlari, shved ishqibozlari. Biz bugun Andijon viloyati, Andijon shahar eski Bog'shamolda eski Zapchast bozoriga yaqindan eski mashina bozorida oldida Rasuljon akamizning fermasidamiz aka-ukalar. Nasldor shved buqalardan boqaman deb turgan aka-ukalarimiz bittadan chiroyli layklarni bosib turamiz. Kechki dasturlarimizga xudo xolasa Rasuljon akamizning fermasidan shunaqangi nasldor shved buqalardan, orqa keti baland sifatlaridan, oqquloq oq tumshuvlaridan xudo xolasa aka-ukalar. Bittadan chiroyli layklarni bosib qo'yamiz. 20-avgust sanasidamiz aka-ukalar. Xudo xolasa layklarni bosib kommentariyalar yozib turamiz. Aka-ukalar chorvalarimizda 7 ishti so'roq savoli bir haftagacha xudo xolasa yurib turgan shunaqangi buqalarimiz. Xudo xolasa bugunga 2 partiyadan iborat mollarimiz bor aka-ukalar. Ularni obzorlarini qilib birma-bir xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketamiz aka-ukalar. Sizlardan faqatgina bitta chiroyli layk, kommentariyani bitta chiroylisi yozib tursanglar bo'ldi. Xudo xolasa biz sizlarga ma'lumotlarni to'liq berishga harakat qilamiz. Rasuljon akamiz bilan birga bo'lganingizda. Assalomu alaykum Rasuljon aka. Keling hozir bardamisiz, sog'lar yaxshimi? Charchamang. To'xtatib turing Mansurbek. Tinchmisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamang. Hamma O'zbekiston xalqiga alangali salom. Xudo xolasa 24 bosh Qirg'iziston buqalari. Birinchi partiyasiga. Birinchi partiyasiga, yoshroq variantida. Inshaalloh. Hali elbob, hamyonbob deydi-ku, xudo xolasa. Xudo xolasa hamyonbob turgan holatda yaxshi bo'ladi. Keyingi partiyamiz ham bor aka, xudo xolasa. Buni akalari bor, xudo xolasa, hoji aka. Ha. Ularimiz nechta? Ularimiz 10 dona. 10 dona. Xudo xolasa bugun 34 ta bo'lar ekan-da aka-ukalar. Ha, molimiz bor, boshqa mollarimiz ham bor. Bu yerda aka-ukalar qo'lida yana xudo xolasa. charchoq yoziga turibdimi ular? Ha. Charchog'ini yozib tursa xudo xolasa. Bularni ham hoji aka sinovdan o'tkazdik, xudo xolasa. Yeb ishlari yaxshi ekan. Sinovni qilib oldik. Taqil parvodalar. Mansurbek, motomonga bittalar o'tdinglar. Abdurahim hayda o'g'lim bu yoqqa sal. Sal qoching, o'tib. Yurishlarni ko'rib, orqalardan to'sib tursiz, aşağıda. Mana bo'lib haydayveramiz. O'tkazamiz aka-ukalarimiz. Xudo xolasa toza Qirg'iziston buqalarimiz mana. Toza Qirg'iziston parvoda buqalarimiz. Voy, mashalloh. Buni o'tib ol. 24 talik partiyamiz aka-ukalar. Bosh ko'chatlaridan so'raganlar bor edi aka-ukalar. Yeb ishlarni sinab qo'ydik, xudo xolasa hoji aka. Yeb ishlariga, sog'lik salomatchiligiga o'zingiz aytib keting aka. Yeb ishlariga bir hafta kafolatini beramiz, jonidan bo'lay. Mollar sog'lom ekan, qonni oshi ham mana to'yib qoldi, xudo xolasa. Yana baribir 5-4 kun charchog'i chiqadi bularni. Inshaalloh. Charchog'i chiqqanda yana ham o'zini ko'rsatadi aka. Albatta. Soni 24 ta hoji aka. Buning ichidan bitta bonusi bor, hoji aka. Bir dona. Yo'q, jupga narx o'zgarib qoladi-da. Ha. Bundan bitta yengil, bitta kichikrog'i bor, shunisini yengil aytamiz. Xudo xolasa. Unga qarab turib, xudo xolasa qilib bera olamiz. Juplab olaman deganiga u bonusdan ham kichikrog'i ham bor, hozir xudo xolasa. Xudo xolasa. Bonusini narxidan boshlab ketaveramiz, xudo xolasa. Bonusdan boshlaydigan bo'lsak, hozir aka 21 million so'mga bir dona bo'zagimiz bor. U ham bo'lsa mana. Ko'rsatib ketaylik. Mana. İçinden sekin o'zi chiqib oladi. 21 million so'mga O'zbekiston bo'yicha ketaveradi. Dastlabkilarimiz bor. Samarqand, Toshkent, O'zbekiston bo'yicha. Aytib ketamiz, qanday kelishamiz aka dastlabkilarni o'zi? Kelishilgan narxi hoji aka. Butun O'zbekiston bo'yicha boradi, xudo xolasa. Kelishilgan narxi butun O'zbekiston. Nech pulgadir aytilgan narxdan o'zgarmaydi, shunday yetib boradi. O'zbekistonda xohlagan burchakdan bo'lsin. Mollarimizni o'zi obunachilar ko'rib turibdi. Toza qirg'iz bo'zaklar. E'tibor beramiz. Tuyoqlariga, aka, baqbaqalariga, qarang, stakan tuyoqlaridan aka. Buni qarang, bu narsani qarang. Dengazsizlari ham oqidan, oyoqlarining orasi ham oqidan aka-ukalar. Mana. O'rinlari ham. Endi hoji aka bu ham o'zicha garchilik bo'lmay qoldi hozir. Olib kelish qiyin bo'ldi. 34 ta bor, jami o'zi qirg'iz bo'zagimiz. Endi buni narx-navosini uzattirmaylik, turmaylik. Keyingi narxlarimiz nech puldan boshlanadi? Xudo xolasa bitta bonusdan keyingisi. 23,5 million so'mdan bir jup bor hoji aka. Endi mana shu qora bo'zaklar. Mana. Mana shu. 23,5 million so'mdan. Bu ham butun O'zbekiston bo'yicha ketaveradi hoji aka. Inshaalloh. Tanlab olaman deganiga tanlab olishga 26,5 million so'mga tanlab olsin yoqqanini. Bittasi ham haqqi bor. Bitta akalarimiz ham kelaversin, ha, albatta.
Qirg'iz buqa boqaman degani kelaversin. Mana hozirgi 23,5 million bo'jagi. Bo'lsa sifatlariga yaxshi e'tibor berib. Bir jup qilib beraveraman. 3 ta olaman desam chiqarib beraveraman. Bitta yarimta mol hech narsani hal qilmaydi hozirga. Mana shu buqalar 26,5 million so'm aytilyapti mana shular. Endi mana shu 24 ta mol hozirga. Buning ichida endi 23,5, 24, 25, 26, 25-26 ko'p molim ichida. 25-26-da ko'proq ish bitadi, xudo xolasa aka. Hammasini bitta oldim, buzma menga qoldi shu 24 ta deydiganiga 25 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha xudo xolasa yetkazib beramiz. 25 million so'm. Oyoq qo'llarini teshirib oladi. Bitta yarimta chiqarib olsa, unga ham haqqi bormi aka? U bitta mol hech narsani hal qilmaydi, yetkazib beraveramiz. Yetkazib beramiz. Akalar, bittantasi yoqmadi deydiganini qoldirib yuboraveramiz. Hozir aka buni oladigan klientlarga hammasi yoqadigan akalar. Hammasi bir-biridan sifatli tanlovda shashiltirib beradiganlar ekan akalar. Albatta. Qirg'iziston ellari bilan hammasi turibdi. Go'zallar o'zi ko'rinib turibdi-yu, xudo xolasa. O'ziga. Xudo xolasa kadrlarimiz katta kichik ko'rsatib qo'ymasin. 10 ta olaman desa ham tanlab olsa ham, 10 ta olaman desa ham 26 milliondan 10 ta tanlab olaversin hozirga mana shuni ichida. Tanlab olish imkoniyati bor. Men 24 ta emas, 10 dona olaman deydigani ham kelib ustiga mana 24 taning ichidan 10 tasini ajratib olsin. 26 million so'mdan. Ileklariga e'tibor bering mollarni. Bo'ylari-chi degan yeriga. Bo'ylariga 1.15, 1.20. 1.15, 1.20. Bitta mashinamiz 21 millionlik mol 1.10 aka. O'lchashib olaveradi ham, xolasa o'lchab beraveramiz ham. Chiroyli layklarni bosib tursanglar. Mana 23,5 ni sherigi aka. Onlayn olaman deganlarga. Orqalarini ham olib bering, yoritib bering yaxshilab. Laykni bosamiz. Lokatsiyalarni yana bir bor eslatib o'taman. Andijon viloyati, Andijon shahar, Bog'shamolda, eski zapchast bozorda, xudo xolasa. Masjiddan razor o'tib kelasizlar, bu yog'i shahar tarafdan chiqib kelayotgan aka-ukalarimiz. Bitta laykni bosib turinglar, keyingi partiyalarimizni xudo xolasa ko'rsatib ketamiz. Rasuljon aka bu yerda 2 dona xudo xolasa mana shunaqa kichik. Yoshroq variantidan. Ko'chatidan ko'ryapman aka. Yoshroq variantdan 2 dona bor. Buzoqlaridan aka-ukalar boqaman deganlarga, mana oq tumshug'idan, oq qulog'idan, xudo xolasa oyoq qo'li polvonidan. Toza qirg'iz bo'zaylar bular. 2 dona. Ularni ham ukasi ekan-da aka endi, xudo xolasa. Bo'ylari shu 1 metr bo'lsa kerak chaman hozirga. Sutdan chiqqanlar bu. Ha. Silos kepay quruq hasha yeyapti. Aka laykni bosib turamiz. Aka bularni nech puldan qo'yib beramiz endi aka? Ikkovini hozirga 38 millionga bu ham O'zbekiston bo'yicha ketaveradi hozirga. 38 millionga jupiga xudo xolasa aka-ukalar. Xudo xolasa. O'zi bular qoplamaydi o'zi rasxotini. Lekin endi bir sortiga obunachilarga olib kelganmiz. Xudo xolasa sortiga ishqiboz bo'ladigan akalar bularni mana. Xudo xolasa hamma yo'g'i joyida. Ikkovini bir jup puli baqadigan ekan akalar. Endi puli yengilroq variantlarga 38 millionga yetkazib beramiz. Xudo xolasa dehqon akalarimiz yo xo'jaya hoji otalarimiz bo'ladi. Boqib qo'yaman deganlarga 2 dona buzoqdan aka-ukalar. Endi bularni eng katta akalarini olib chiqamiz, xudo xolasa. Voy maşalloh, ikkinchi partiyaga akalar. Menga nargilaring kichkina, endi menga kattarog'idan kerak deganlarga 10 talik aka-ukalar. Xudo xolasa shoshilib tanlab oladigan aka-ukalar qarang. Ikkinchi partiyamiz va'da qilingan aka-ukalar mana Qirg'iziston buqalarimizni xudo xolasa yemga tayyor buqalarimiz inshaalloh aka-ukalar. Soni 10 dona. Xo'p, Rasuljon aka. Abbe. Bularning bo'ylari xudo xolasa 1.20 bu yoq tepasiga qarab yuradigan. Ha, 1.30 gacha hozirga. 2 yashar buqalar. Hozirga. Bitta ikkitasida kurak chiqmagan bo'lishi mumkin. Qolgani hammasini kuragi bor, 2 yashar buqalar. Yemga tayyor. Targ'ilni yaxshi ko'radiganlarga bir dona targ'il ham mayli bor ekan. Mol tushunganlar xudo xolasa lak bosib qo'yaveradi. Hozirga. Xo'p, soni 10 dona. 10 dona. Kamgina ekan aka-ukalar. Shoshilamiz. Buni qarang. Lokatsiyalar kelib, ustida baraka qilish imkoniyati ham bor aka-ukalar. Rasuljon aka, bularning narxlari necha puldan boshlanadi? Bularni 2 dona 28,5 dan chiqarib beramiz. Bittasi mana shu qora hozirga. 3 raqami bor. Ikkinchisi mana shved. O'rtadagi. Soni 10 dona hozirga bularda. O'pdim bir joyga bo'shatishga 31 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Hozirga 2 yashar buqalar, yemga tayyor, xudo xolasa. Yaxshi, aka-ukalar. Oyoq qo'llarini hamma yo'g'i joyida. Ularga e'tibor berib qo'yamiz aka-ukalar buqalarni. Bo'lsa sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Keyingi narxlarimiz necha puldan bo'ladi xudosi? Qo'yiq suyug'iga aka. 31 million so'mdan 10 O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz.
Bitta mana haydab beramiz, screenshotdan qo'yib olaveradi. Uzoqlar kela olmaydiganlar. Sal uzoqroq turinglar. Masofadan turib oladigan aka-ukalarimiz Mana. mana Ko'ra olaversin. bitta o'tkazyapmiz. Akalar yurishlari xudo xolasa sog'lom. 2 yasharli buqalar. Baqbaqalariga e'tibor bering. Stakan tuyoligiga bu jonivorlar. Mana hali 2 oy jupi hoji aka. Mana. Mana shu bilan mana oq qora. Ketma-ket Shu ketyapti. partiyamizdagi eng arzoni deyiladi Ha. akalar mana. Xudo xolasa. Mana qarang. Hali Mana bu qilib qora. akalar. Buqani baqib katta qiladigan, tonnali qiladigan tog'alarimiz, hoji otalarimiz shu targ'ildan yaxshi ko'rishadi. Bunaqa doğası gibrididan ekan aka-ukalar mana. Qashqasi borlar. 10 dona hoji aka. Ketdi. Xudo xolasa qo'yiq suyug'iga Toza kazarmani buqalari. 31 million so'mdan bitta joyga ketdi aka. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston uchun. Manzilini tanlamaymiz hoji aka. Mol boqsin, yog'siz bo'ladi deydiganlariga mana. Inshaalloh aka-ukalar. Albatta Shvedda, Qirg'iziston Shvedda biladiganlar, aka-ukalar yog'siz bo'ladigan. Qassob akalarimiz ham juda yaxshi ko'rib oladigan sortlari aka-ukalar. Bugunga shular bo'lyaptimi, Rasuljon aka? Xudo xolasa. Bu yerda ham 20-30 ta buqamiz bor hoji aka. Import buqalarimiz kelaveradi. Bularni ham xudo xolasa yo'l yo'rig'ini qilib beraveramiz. Bu yerda ham aytib ketaylik. 20 million so'mdan mol boshlanadi. Ichik, mana kirib olaylik. 30 million so'mgacha mol bor hoji aka. Mana charchog'i chiqayotganlar, xudo xolasa, aka-ukalar qiziqqanlarga lagasiga kelsa buni ham ko'rib bir qator. Ha. Xudo xolasa ko'rib, yoqtirganingizni olaveradigan aka-ukalar. Necha bosh bu yerda? Bu yerda 35 ta bor. 35 ta. Xudo xolasa. Mana. Ishlarini sinayapmiz, xudo xolasa. Oyoq qo'llarini ham Charchoqlar bir yozib qator ko'rib, tekshirib olaveradi. qiziqqanlar lagasiga kelsanglar, mana shu yerda savdolashish, ko'rib, yoqtirganingizni olish imkoniyati bor aka-ukalar. Jonivorlar charchagandan yotishyapti. Charchog'i chiqyapti endi xudo xolasa bular. Hoji aka. Bularni boshlanadigan narxi 20 million so'mdan 30 million so'mgacha mol bor buning ichida. Buni ham ustiga kelsa, xudo xolasa kelishtirib beraveramiz hoji aka. aka-ukalar, laykni bosib turamiz. Bugungalikda shular bo'lyapti, xudo xolasa. Rasuljon akamizning fermasida. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa obuna bo'lish, layk bosish tekin. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysanglar, aka-ukalar biz berayotgan ma'lumotlarni birinchilardan olib borasizlar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyani chiroyli yozib turing. Xudo xolasa sizga ham xonadoningizga shunaqangi zo'rlari, nasldorlari nasib qilsin.